Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun Muhammad Said Tantavining Payg'ambarlar tarixi kitobini o'qishda davom ettiramiz. Yusuf alayhissalom og'a-inilarining Misr safariga Binyaminni ham olib borish uchun otalarini ko'ndirishlari. Endi og'a-inilar Misrdan qaytib kelgach, otalari bilan kechgan qizg'in suhbat va o'ziga xos tortishuv haqida hikoya qilinadi. Alloh taolo aytadi: qachonki ular otalarining oldiga qaytib kelishgach, dedilar: ey ota, bundan keyin bizlarga bir qadoq ham oziq-ovqat berilmaydigan bo'ldi. Faqat biz bilan birga inamizni yuborsangizgina oziq-ovqat ola bilamiz. Bizlar albatta uni muhofaza qilguvchimiz. Yaqub dedi: men uni sizlarga ishonmayman, magar ilgari uning birodarini ishonganimdek ishonaman. Zotan Alloh eng yaxshi saqlaguvchi va u zot mehribonlarning mehribonrog'idir. Qachonki ular olib kelgan yuklarini ochib ko'rishgach, narsalarini o'zlariga qaytarilganini ko'rib dedilar: ey ota, mana narsalarimiz o'zimizga qaytarilibdi. Yana nimani istaymiz? Endi sen bizlarga inamizni ham qo'shib yuborsang, yana oilamizga oziq-ovqat keltirurmiz. Inamizni muhofaza qilib borib kelurmiz va inamiz uchun ham bir tuya yukni ortiqroq olurmiz. Bu ozgina narsadir. Yaqub dedi: agar mag'lub bo'lib halokatga uchramasangizlar, albatta uni mening oldimga keltirishingiz haqida Allohdan vasiqa keltirmasangizlar, uni hargiz sizlar bilan birga yubormasman. Endi qachonki unga o'z ahd paymonlarini berishgach, Yaqub: bu aytayotgan gaplarimizga Alloh vakil, guvohdir, dedi. So'ng aytdi: ey o'g'illarim, bir darvozadan kirmanglar, balki boshqa darvozalardan kiringlar. Men sizlardan Allohning biron hukmini qaytara olmayman. Hukm yolg'iz Allohning izmidadir. Men faqat u zotning o'ziga tavakkal qilganman. Barcha tavakkal qilguvchilar uning o'ziga tavakkal qilsinlar. Ular otalari buyurgan tarafdan kirishlari ulardan Allohning biron hukmini qaytarguvchi emasdir. Bu faqat Yaqubning dilidagi bir ehtiyoj ediki, u o'zining shu ehtiyojini qondirgan edi xolos. Zotan u biz bergan ta'limimiz sababli chuqur bilim egasidir. Lekin odamlarning ko'pi buni bilmaydilar. Yusuf surasi 63-68 oyatlar. Qachonki ular otalarini oldiga qaytib kelishgach, dedilar: ey ota, bundan keyin bizlarga bir qadoq ham oziq-ovqat berilmaydigan bo'ldi. Ular otalarini oldiga yetib kelishlari bilan ilk aytgan so'zlari shu bo'ldi: ya'ni, ey ota, Misr podshohi agar kelasi safar Binyaminni ham birga olib bormasak, bizlarga hech narsa bermasligini aytib shunday dedi. Endi agar uni mening huzurimga olib kelmasangizlar, u holda mening dargohimda sizlar uchun bir qadoq ham narsa yo'qdir. Mening oldimga yaqin kelmay qo'ya qolinglar. Senga ma'lumki, bir oz fursat o'tgach, biz yana oziq-ovqat izlab u yerga qaytib borishga majburmiz. Sendan o'tinib so'raymiz, Binyamin biz bilan birga borishiga ruxsat ber. Biz uni har qanday ko'ngilsizliklardan ko'z qorachig'imizdek asrab avaylaymiz. Og'a-inilar hali yuklarini ochib ko'rmayoq ushbu talabni o'rtaga tashladilar. Maqsad Binyaminni Misrga olib borish muhim bir vazifa ekanini otalariga tushuntirish edi. Ularning bu gapi Yaqub alayhissalom
qalbida yotgan eski alam va qayg'ularni qo'zg'atib yubordi. Chunki ular avval Yusuf haqida ham uni ertaga biz bilan aylanishga yuborgin, o'ynab yozilib kelsin, albatta biz uni qo'riqlab muhofaza qilguvchilarmiz deyishgan edi. Shu sabab Yaqub alayhissalom o'g'illariga inkor ma'nosida javob qaytardi. Men uni sizlarga ishonmayman, magar ilgari uning birodarini ishonganimdek ishonaman. Ya'ni men sizlarga Binyaminni ilgari uning tug'ishgan birodari Yusufni ishonganim kabi topshirishni xohlaysizlarmi? Axir buning natijasi Yusuf va mening Allohga ma'lum bo'lgan muddatgacha ayriliqda yashashimizga sabab bo'ldi-ku. Yo'q, aslo sizlarga Binyaminni ishonib topshira olmayman. Men faqatgina Alloh taoloning hifz va himoyasi va g'amxo'rligiga ishonaman. Zero u zot o'zi xohlagan bandalarini turli mashaqqat va balolardan saqlaguvchidir. Alloh saqlagan banda albatta salomat bo'ladi, saqlamasa uning hayoti xavf ostidadir. Shuningdek, u zot mahluqotlariga mehribondir. Men uning rahmatiga dohil bo'lishdan umidvorman. Alloh xohlasa, Yusufda bo'lgani kabi Binyaminda ham g'am, tashvish va mashaqqat ichida qolmasman. Og'aynalar otalarining bu javobidan Binyaminni Misrga yubora olmasligini sezishdi va u bilan ko'p tortishib o'tirmay Misrdan olib kelgan yuklarini ochishdi. Kutilmagan bir hodisa yuz berdi. Qur'oni Karimda bu qiziqarli voqea quyidagicha hikoya qilinadi. Qachonki ular olib kelgan yuklarini ochib ko'rishgach, narsalarni o'zlariga qaytarilganini ko'rib, ya'ni ular Misr hukmdoridan sotib olgan yuklarini ochib ko'rishganda, ushbu taomlarning puli o'zlariga qaytarilganini ularga sezdirmay bu ish amalga oshirilganini bilib, hayron bo'lib yoqalarini ushladilar. So'ngra taajjublanib otalariga qaradi. "Ey ota, mana narsalarimiz o'zimizga qaytarilibdi, yana nima istaymiz?" dedilar. Ya'ni ular hayajon ichida dedilar: "Ey ota, Misr hukmdoridan bundan ortiq yana qanday infoq, ehson va saxovat kutish mumkin? U biz so'ragan narsalarni berib, to'lagan pullarimizni sezdirmay yana o'zimizga qaytarib yuborganini qarang. Endi sen bizlarga inimizni ham qo'shib yuborsang, ya'ni oilamizga oziq-ovqat keltirurmiz, inimizni muhofaza qilib borib kelurmiz va inimiz uchun ham bir tuya yukni ortiqroq olurmiz. Ya'ni agar shunga ko'nsang, biz yana Misrdan oilamizga kerakli bo'lgan oziq-ovqatlarni olib kelardik. Shuning barobarida Binyaminni safar chog'ida har qanday falokatlardan omonda saqlaymiz. Misr hukmdoridan uni o'zimiz bilan olib kelganimiz sabab yana bir tuya yukni ziyoda qilib olamiz. Chunki bu ozgina narsadir. Ya'ni Misr hukmdori bizlarga bergan taom juda oz, u kam muddatga yetadi. Biz Misrga borib, ya'ni ko'proq oziq-ovqat olib kelishimiz kerak. Bu ozgina narsadir jumlasining ikkinchi ma'nosi, Misr hokimi juda saxiy va boy. Bizlar olib kelgan narsalar uning nazdida hech narsa emas. U bizlarga bundan ham ko'p miqdorda oziq-ovqat va kerakli narsalarni berishga qodir deganidir. Yuqorida keltirilgan so'zlarning barchasi otalaridan Binyaminni ham Misrga yuborish uchun ruxsat olishga qaratilgan edi. Ularning ushbu so'zlaridan Misr podshohini juda maqtaganlari, kichik ukalari Binyaminni safar chog'ida himoya qila olishlari va Falastin yurtida qahatchilik keng tarqalgani sabab ko'proq oziq-ovqat olib kelishlarini ta'kidlab aytganlari yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. O'g'illarining shuncha turib qilgan talablari va o'jarliklardan so'ng Yaqub alayhissalom rozilik berishga majbur bo'ldi. Shunda ham ularga quyidagi shartni qo'ydi: agar mag'lub bo'lib halokatga uchramasangizlar, albatta uni mening oldimga keltirishingiz haqida Allohdan vasiqa keltirmasangizlar,
uni hargiz sizlar bilan birga yubormasman. Ya'ni Allohga qasamki, toki sizlar Allohning nomi bilan qasam ichib, uni sog'-omon qaytirib olib kelishga, agar barchalaringiz birdaniga biron falokatga uchramasangiz yoki ojizlik bilan dushmanga mag'lub bo'lmagan taqdirda, qasam ichmaguningizcha men Binyaminni sizlar bilan Misrga hargiz yubora olmayman. Endi qachonki unga o'z ahd paymonlarini berishgach, Yaqub: bu aytayotgan gaplaringiz Alloh vakil guvohdir dedi. Ya'ni o'g'illari Binyaminni Misrdan sog'-omon qaytirib olib kelishga Alloh nomi bilan qasam ichganlaridan so'ng Yaqub alayhissalom ta'kid ma'nosida ahdga vafo qilishga targ'ib qilib turib dedi: Alloh taolo bizni ayni paytda aytayotgan gaplarimizni eshitib, bilib turibdi. U zot va'dasiga vafo qiluvchilarni yaxshilik bilan mukofotlab, va'daga xilof ish tutuvchilarni esa o'z qilmishlariga bois jazolaguvchi adolatli zotdir. Orada o'zaro ahdlashuv nihoyasiga yetgach, Yaqub alayhissalom o'g'illariga nasihat qilib shunday deydi: ey o'g'illarim, bir darvozadan kirmanglar, balki boshqa darvozalarga kiringlar. Ya'ni Yaqub o'g'illarini safarga kuzatarkan ularga qarata: ey o'g'illarim, Misr yurtiga yetib borgach, barchalaringiz 11 kishi bo'lib bir eshikdan kirmanglar, balki turli eshiklardan kiringlar yoki 3-4 kishi bir eshikdan kiringlar dedi. Aytilishicha, o'sha davrda Misr mamlakatiga olib kiruvchi eshiklar 4 ta bo'lgan. Mufassirlar o'z kitoblarida Yaqub alayhissalom o'g'illariga nima sabab bunday nasihat qilgani borasida turli fikrlar bildirilgan. Bu fikrlarning eng yaxshisi Alasu aytgan so'zlardir. Yaqub alayhissalomning o'g'illari bir eshik orqali kirishlaridan qaytarganiga sabab ularga ko'z tegib qolishi, odamlar ularga hasad qilib biron aziyat yetkazib qo'yishlaridan xavfsirashi edi. Zero ular chiroyli, ko'rkam va xusurat yigitlar bo'lishgan. Alasu yana aytadi: ko'z tegishi haqiqatdir. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis vorid bo'lgan. Agar biron narsa qadar taqdirdan ustun bo'lganida, albatta ko'z tegishi ustun kelardi. Boshqa rivoyatda shunday deyilgan: albatta ko'z tegishi kishini qabrga kiritsa, tuyani qozonga tushiradi. Tafsiru al-Suy 13-jild 115-bet. Ya'ni hasad ko'ra olmaslik, boshqalarning yutuq muvaffaqiyatlariga yomon ko'z bilan qarash halokatga sabab bo'ladi. Aytiladiki, Yaqub alayhissalomning o'g'illariga bunday amr qilishi sabab, agar ular bir eshikdan kirsalar, Misr shahri qo'riqchilarining diqqatini tortishlaridan qo'rqishi edi. Chunki shahar posbonlari ularni josus yoki shu kabi yomon narsalarga gumon qilib, zindonband qilishlari va ularni Yusuf alayhissalomning oldiga yetib borishlariga to'sqinlik qilishlari mumkin edi. Men sizlardan Allohning biron hukmini qaytara olmayman. Bu gap ularni turli eshiklardan kirishi ham Alloh taoloning ularga yozib qo'ygan taqdirga to'sqinlik qila olmasligini bildiradi. Ya'ni men sizlarga aytayotgan ushbu so'zim, nasihatim bilan Alloh sizlarga yozib qo'ygan narsani qaytara olmayman. Hukm yolg'iz Allohning izmatidir. Men faqat u zotning o'ziga tavakkal qilganman. Mahluqotlari ustida hukm chiqarishda hech kim unga sherik emas va uning hukmini biron kishi qaytara olmas. Shu sabab men barcha ishlarimni u zotning o'ziga topshirdim. Barcha tavakkal qilguvchilar uning o'ziga tavakkal qilsinlar. Ya'ni haqiqiy tavakkal qiluvchilar sabablarini unutmagan hollarida Alloh taologa tavakkal qilsinlar. Bu yerda Allohga tavakkal qilgan kishi o'zi ham harakat qilib, ishlarni amalga oshirish sabablarini qilishi, uning rivojini esa Allohga havola etish lozimligi nazarda tutilmoqda.
Zero barcha ishlarda bandadan tavakkal va sabablarini amalga oshirish talab etiladi. Aqlli kishi avvalo sabablarni amalga oshirgan holida doimo haqiqiy hukm chiqarish Allohgagina xos ekanini yaxshi biladi. Ishlarning sababi bu harakatlardan iborat. Alloh xohlasa uni ro'yobga chiqaradi, xohlamasa o'sha ish zinhor amalga oshmay qolaveradi. Chunki Alloh xohlagan ishini qilguvchi adolatli va hikmatli zotdir. Yaqub alayhissalom bu yerda o'g'illariga zohiriy sabablarni amalga oshirib, so'ngra Alloh taoloning o'ziga bog'lanib tavakkal qilishlarini ta'lim bermoqda. O'g'illar ham otaning bu nasihatiga quloq osdilar. Ular otalari buyurgan tarafdan kirishlari ulardan Allohning biron hukmini qaytarguvchi emasdir. Bu faqat Yaqubning dilidagi bir ehtiyoj ediki, u o'zining shu ehtiyojini qondirgan edi xolos. Bu yerda ehtiyojdan murod Yaqub alayhissalomning odamlar hasadidan qo'rqib o'g'illariga Misr shahrining turli eshiklaridan kirish haqida qilgan nasihati edi. Qondirdi degani uni oshkor qildi, ichida saqlab tura olmadi, ularga aytdi kabi ma'nolarini anglatadi. Ya'ni og'a-inalarining otalari amr qilgan holda shaharga kirishlari Alloh taoloning ularga azalda yozib qo'ygan tahdidini qaytara olmas edi. Yaqub esa ko'nglida bir xavotir sezgani sabab o'g'illariga shunday nasihat qildi. Ularga bo'lgan kuchli otalik muhabbati tufayli o'zi bilgan narsalarni ulardan yashirib tura olmadi. Zotan u biz bergan ta'limimiz sababli chuqur bilim egasidir, lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydilar. Bu Yaqub alayhissalom ilm sohibi va ishlarni chiroyli tadbir qila olish malakasiga ega bo'lgani sabab Alloh tarafidan uning sha'niga aytilayotgan maqtovdir. Ya'ni biz vahiy yo'li orqali Yaqub alayhissalom ko'plab manfaatli ilmlarni berdik. U Alloh xohlagandan boshqa narsalarni zinhor unutmas. Lekin odamlarning aksariyat qismi biz payg'ambarlarimizga ilm, ma'rifat hamda chiroyli sabr eta olish xislatini berganimizni bilmaydilar. Ushbu bo'limda Yusuf alayhissalom og'a-inalarining kichik ukalari Binyaminni Misrga o'zlari bilan olib ketish uchun otalarini ko'ndirishlari haqida qissadan boxabar bo'ldingiz. Endi quyidagi voqealar rivojini qanday davom etishini ko'rib chiqamiz. Yusuf alayhissalom va og'a-inalari, ular bilan Binyamin ham birga. O'rtasidagi ikkinchi uchrashuv. Yusufning talabiga ko'ra og'a-inalar Binyaminni ham olib Misrga kelishdi va u bilan uchrashdi. Ularning bu suhbati kishi diqqatini o'ziga jalb qiladi. Mazkur uchrashuv ko'p kutilmagan voqea va tasodiflarga boy bo'ldi. Hikoya Alloh taoloning quyidagi oyatlari bilan boshlanadi. Qachonki ular Yusufning huzuriga kirganlarida, u inisini o'ziga tortib, "Men sening og'angman. Endi ular qilguvchi bo'lgan narsadan tashvish qilmagin" dedi. Bas, qachonki ularning hojatlari ravo qilgach, inisini yuki orasiga bildirmay bir qadahni solib qo'ydi. So'ngra esa jarchi, "Ey karvon egalari, sizlar o'g'ridirsizlar" deb jar soldi. Ular jarchilar oldiga kelishgach, "Nima yo'qotdingiz?" dedilar. Jarchilardan biri aytdi, "Podshohning qadag'ini yo'qotdik. Uni topib keltirgan kishiga bir tuya mukofotdir. Men shunga vakilman." Ular dedilar, "Allohga qasamki, bizlar o'g'ri emasmiz. Axir bizlar bu yerga buzg'unchilik uchun kelmaganimizni bilasizlar-ku. Bizlar o'g'ri emasmiz. Agar yolg'on aytgan bo'lsangizlar, o'g'rining jazosi nima bo'lur?" so'rashdi jarchilar. Ular dedilar,
uning jazosi kimning yuki orasidan topilsa, o'sha kimsa jazolanur, qul qilinur. Bizlar zulm qilgan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Bas, Yusuf alayhissalomning xizmatkorlari axtarishni birodarining idishidan ilgari ularni yana boshqa og'aynilarning idishlarini boshladilar. So'ngra uni birodari idishidan topib oldi. Biz Yusufga mana shunday hiyla tadbirni bildirdik. Chunki Misr podshohining dinida u birodarini olib qola olmas edi. Magar Allohning xohishi bilan olib qoldi. Biz o'zimiz xohlagan kishilarni yuksak darajalarga ko'tarurmiz. Har bir ilm sohibining ustida undan ustunroq bilimdon bordir. Agar bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, ilgari uning birodari ham o'g'irlik qilgan edi, dedilar. Bas, Yusuf bu gapni ichiga solib, ularga bildirmadi va o'zicha sizlar eng yomon tuban martabadadirsilar. Sizlar eng yomon tuban martabadadirsilar. Alloh sizlarni to'qib chiqarayotgan gaplaringizni juda yaxshi bilguvchidir, dedi. So'ng ular dedilar: "Ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor. Sen uning o'rniga bizlardan birimizni olib qolgin. Zotan bizlar sening chiroyli amallarni qilguvchi zotlardan ekaningni ko'rmoqdamiz." Yusuf alayhissalom aytdi: "Narsamizni idishdan topib olgan kimsadan o'zgani olib qolishdan Alloh saqlasin. Aks holda shak shubhasiz zolim kimsalardan bo'lib qolurmiz. Endi qachonki undan umidlari uzilgach, og'a-inilar bir chetga chiqib xufiyona maslahatlashdilar. Ularning kattalari aytdi: "Otalaringiz sizlarning ustingizdan vasiqa olib qolganini unutdingizmi? Ilgari Yusuf to'g'risida ham shunday sustkashlik qilgan edinglar. Bas, to otam menga izn bermagunicha yoki Alloh mening foydamga hukm qilmagunicha mana shu yerdan hargiz jilmayman. U zot hukm qilguvchilarni yaxshirog'idir. Sizlar otalaringiz oldiga qaytib aytinglar: Ey ota, darhaqiqat o'g'ling o'g'irlik qildi. Bizlar faqat ko'rgan, bilgan narsamizga guvohlik bermoqdamiz. Oldin g'aybni bilmagan edik. Biz bo'lib qaytgan shahardan va biz birga kelgan karvondan so'rab surishtirgin. Albatta bizlar rostgo'y so'zlaguvchilarmiz." Yusuf surasi 69-82-oyatlar. Qachonki ular Yusuf huzuriga kirganlarida, u inisini o'ziga tortdi: "Men sening og'angman. Endi ular qilguvchi bo'lgan narsalarni tashvish qilmagin", dedi. Yusufning og'a-inalari uning huzuriga kirishgach, ularning orasida turgan tug'ishgan ukasi Binyaminni ko'rib, uni quchoq ochib kutib oldi va bag'riga bosdi. So'ngra ukasini yupatib, qalbiga xotirjamlik kiritish maqsadida: "Men sening tug'ishgan akangman. Endi sen o'gay og'a-inalarimiz qilayotgan hasad, nafrat, adovat va aziyatlardan qo'rqma. Zero Alloh taolo bizga sabr qilganimiz tufayli ko'pgina yaxshiliklar ato etdi." Shundan so'ng Yusuf alayhissalom Binyaminni o'zi bilan olib qolish uchun qanday chora qo'llagani aytiladi. Bas, qachonki ularning hojatlari ravo qilgach, inisining yuki orasiga bildirmay bir qadahni solib qo'ydi. Bu yerda qadah podshoh ichimligi ichadigan maxsus idish bo'lib, odatda u nafis ma'dandan ishlanar edi. O'sha davrda Yusuf alayhissalom u bilan narsalarni o'lchagan bo'lishi ham ehtimoldan yiroq emas.
Ya'ni Yusuf og'aynilarining hojatlariga yarasha oziq-ovqat bergach, xizmatkor yigitlariga ukasi Binyaminning yukiga bir qadahni sezdirmay solib qo'yishlarini topshirdi. So'ngra esa jarchi: "Ey karvon egalari, sizlar o'g'ridirsizlar", deb jar soldi. Ya'ni og'aynilar endi o'z yurtlariga qaytib ketish uchun otlanayotgan chog'da bir nido qiluvchi. Bu yerda nido qiluvchilardan murod saroyda bo'ladigan voqea, hodisa va yangiliklarni odamlarga yetkazuvchi kishi. Ey karvon egalari, sizlar o'g'rilik sodir etdingiz. Ishingiz bir yoqlik bo'lguniga qadar sabr qilib turinglar, dedi. O'zlarini o'g'rilikda ayblanayotganlardan hayron bo'lgan og'aynilar jarchining oldiga borib, "Nima yo'qotdingiz?" deb so'radilar. Ya'ni, "Ey odamlar, sizlar yo'qotgan narsa nima edi? Sizlar nima sababdan bizlarni o'g'rilikda ayblayapsizlar?" Shunda jarchilar dedi: "Podshohning qadahini yo'qotdik. Uni topib keltirgan kishiga bir tuya mukofotdir. Men shunga vakilman", dedi. Ya'ni biz podshoh ichimlik ichadigan, hojat tushganda ba'zi narsalarni o'lchaydigan idishni yo'qotib qo'ydik. Kimki shu idishni topib bersa yoki o'g'ri kimligini aytsa, unga mukofot tariqasida yana bir tuya yuk oziq-ovqat qo'shib beriladi. Men podshohning idishini keltirgan odamga ushbu mukofot berilishiga kafilman. Bunga javoban Yusuf alayhissalom og'a-inilari o'zlariga bildirilayotgan ayblovlar nohaq tuhmat ekanini ta'kidlab shunday dedilar: "Allohga qasamki, bizlar o'g'ri emasmiz. Axir bizlar bu yerga buzg'unchilik uchun kelmaganmiz. Bilasizlar-ku, bizlar o'g'ri emasmiz." Ya'ni Alloh nomi bilan qasam ichamiz-ki, sizlar bizning holatimiz, yurish-turishimizdan ko'rib turibsizlar. Sizning yurtingizga fasod yoki noloyiq ishlar qilish uchun kelganimiz yo'q. Axir yurtingizda necha kun turgan bo'lsak, shu vaqtgacha biron marta nojo'yi biron ish sodir etmadik-ku. Zero bunday qilish bizlarga zig'ircha ham manfaat olib kelmaydi. Aksincha, faqat ziyon keltiradi xolos. Biz sizlardan bor yo'g'i oziq-ovqat so'ramoqdamiz. Agar shuncha paytgacha o'g'rilik bilan shug'ullanganimizda, sizlar allaqachon bizlarni o'z yeringizdan haydab chiqargan bo'lardingiz. Bu gaplarni eshitib, Yusuf alayhissalom topshirig'i bilan ish ko'rayotgan jarchilar ularga qarata dedilar: "Agar yolg'on aytgan bo'lsangizlar, jazosi nima bo'lur? Ya'ni agar podshohning qadahi sizlardan topilib, biz o'g'ri emasmiz degan da'voingiz noto'g'ri bo'lib chiqsa, u holda sizning diningizda buning jazosi qanday bo'ladi?" Yusuf alayhissalom og'a-inalarini o'z dinlarida o'g'rilarga qanday jazo turib berilishini aytib dedilar: "Uning jazosi kimning yuqorisidan topilsa, o'sha kimsa jazolanur, qul qilinur. Bizlar zulm qilgan kimsalarni mana shunday jazolaymiz." Ya'ni podshoh qadahin kimning yuqorisidan chiqsa, uning jazosi 1 yil muddat ichida qul bo'lishdir. Bizning dinimizda o'g'rilarga shunday jazo belgilanadi. Zero o'g'rilik qilib boshqa odamlarga ziyon yetkazgan kimsalarning jazosi shu. Bas, Yusuf alayhissalomning xizmatkorlari axtarishni birodarining idishidan ilgari ularning idishlaridan boshladilar. So'ngra uni birodari idishidan topib oldi. Ya'ni Yusufning og'a-inilari va ularni o'g'rilikda ayblayotgan o'rtasida uzoq va qizg'in tortishuv bo'lib o'tdi. Oxiri ular Yusufning qadahini og'a-inilarining yuklaridan qidirib ko'rishga kelishib olishdi. Ular Binyaminning yukidan avval boshqa og'a-inilarning yuklarini tekshirib, undan biron narsa topa olmadilar. Oxiri Binyaminning yuki ochib ko'rilganda, qadah shu yerdan chiqdi va u hammaga ko'rsatildi. Bu manzara bahslarda
Yusuf alayhissalom ham shaxsan o'zi qatnashgan hamda bevosita uning yo'l yo'riqlariga binoan uyushtirilgan edi bu ishlarning hammasi. So'ngra Alloh taolo payg'ambari Yusuf alayhissalomga ilhom qilgan tadbirini ko'zlangan hikmat bayon qilinadi. Biz Yusufga mana shunday hiyla tadbirni bildirdik. Oyatning ma'nosi quyidagicha: biz Yusufga o'z maqsadiga ukasi Binyaminning o'zi bilan olib qolishga erishish uchun unga Binyaminning yuklari orasiga qadahni solib qo'yish va og'aynilarining dinida o'g'irlik qilganlarning jazosi qanday bo'lishini so'rash kabi ishlarni ilhomladik. Bu bizning hikmatli tadbirimiz edi. Chunki Misr podshohining dinida u birodarini olib qola olmas edi, magar Allohning xohishi bilan olib qoldi. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhissalomga ilhom qilgan tadbir hikmatini bayon qilib deydi. Chunki Misr podshohining diniga ko'ra o'g'irlik qilganlar uchun 1 yil ozodlikdan mahrum qilish mumkin emas edi. Bu faqatgina Yaqub alayhissalom va uning o'g'illari dinida edi. Misr podshohining diniga ko'ra o'g'irlik qilgan kimsalar kaltaklanib, o'g'irlagan narsasi qiymatiga egasiga to'lab berishi lozim edi. Magar Allohning xohishi bilan olib qoldi. Bu Alloh taoloning Yusuf alayhissalomga ko'rsatgan fazli marhamatidan dalolatdir. Ya'ni agar Alloh Yusufga shu tadbirni bildirmaganida, u ukasi Binyaminni o'zi bilan olib qolishning uddasidan chiqa olmagan bo'lardi. Alloh izni va irodasi bilan ushbu ish sodir bo'ldi. Barcha narsa Allohning irodasiga bog'liq. Biz o'zimiz xohlagan kishilarni yuksak darajalarga ko'tarurmiz. Ya'ni Alloh xohlagan bandasining darajasini ko'tarib, xohlaganini tushiradi. Har bir ilm sohibining ustida undan ustunroq bilimdon bordir. Ya'ni Alloh darajalari ko'targan zotlar ichida Allohning dargohida ilm va martaba jihatidan bir-biridan ustun bo'lgan kishilar bor. O'g'irlik sodir etgan Binyamin ekanini bilishgan Yusufning og'aynilari. Agar bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, ilgari uning birodari ham o'g'irlik qilgan edi, dedilar. Ya'ni tang vaziyatdan qiyin ahvolga qolgan Yusufning og'aynilari dedilar. Binyamin podshohning maxsus idishini o'g'irlagan bo'lsa, ilgari uning birodari Yusuf ham shunga o'xshash narsa bilan o'g'irlik sodir etgan edi. Yusuf alayhissalom birodarlari aytayotgan ushbu so'zdan nima ko'zlangani borasida mufassirlar turli rivoyatlar keltiradilar. Ulardan biri aytilishicha, Yusuf alayhissalom yoshlik chog'ida oltin va kumushdan ishlangan bir butni o'g'irlab, uni sindirib, mayda-mayda qiladi va ko'chaga uloqtiradi. Bu yerda og'aynilar ana o'sha voqeani nazarda tutmoqdilar. Bas, Yusuf bu gapni ichiga solib, ularga bildirmadi va o'zicha: sizlar eng yomon tuban martabadadirsizlar. Alloh sizlarning to'qib chiqarayotgan gaplaringizni juda yaxshi bilguvchidir, dedi. Ya'ni Yusuf alayhissalom o'zi va to'qishgan ukasi sha'niga aytilayotgan ushbu noloyiq so'zlarni eshitib, g'azabi keldi. Bu narsa Yusufga xush yoqmadi, ammo o'zini bazo'r tiyib turdi. Ularning gaplaridan jumbushga kelganini sezdirmaslikka harakat qildi va: balki ey og'aynilar, o'zlaringiz men va ukamdan ham ko'ra yomonroq va boshqalar ko'proq ozor beruvchidirsizlar. Chunki sizlar otalaringizni aldadingiz, meni quduqqa tashlab, uni bo'ri yeb ketdi deb yolg'on aytdingiz. Siz aytayotgan gaplarning nohaq va bo'xton ekanini Alloh taolo mendan ham, sizlardan ham yaxshiroq bilguvchi zotdir, deb javob qaytardi. Shunda Yusufning og'aynilari iltijo va o'tinch ila dedilar: ey ulug' zot, uning bir keksa otasi bor, sen uning o'rniga bizlardan birimizni olib qolgin. Ya'ni ey mo'tabar zot, sen bizlarga ko'pdan ko'p lutf, karam va saxovat ko'rsatding.
sen 1 yil muddatga o'zing bilan olib qolmoqchi bo'lgan Binyamin ukamizning yoshi bir joyga borib qartayib qolgan keksa otasi bor. U o'g'lini juda qattiq yaxshi ko'radi. Shu sabab uni uyiga qaytarib olib bormasak bo'lmaydi. Sen uning o'rniga bizlardan birontamizni olib qola qol, toki biz otamizni yana tashvishga qo'ymaylik. Biz ushbu iltimosimizni faqat seni muhsin kishilardan, odamlarga yaxshilik qiladiganlardan deb bilganimiz uchungina qilyapmiz. Sen shu sifatingni sodiq qolib Binyaminni ozod qil va u biz bilan yurtiga qaytib ketsin. Lekin Yusuf alayhissalom ularning bu talabiga qat'iy tarzda inkor javobini berdi. Narsamizni idishidan topib olgan kimsadan o'zgani olib qolishdan Alloh saqlasin. Ya'ni o'zlaringiz aytdinglar, diningiz talabiga ko'ra o'g'irlik qilganlar 1 yil muddat ozodlikdan mahrum qilinadi. Bas, biz ushbu hukmni hayotga tatbiq qilmoqchimiz. Haqiqiy aybdor qolib, boshqa kishini olib qolishdan Alloh saqlasin. Aks holda shak shubhasiz zolim kimsalardan bo'lib qolurmiz. Ya'ni narsalarimizni yukidan topib Binyaminni o'zga kishini olib qolsak, bu aniq zulm qilish bo'ladi. Bizning ham, sizlarning ham diningizda zulm qoralanadi-ku, axir. Bas, bizlar bilan bu xususda tortishishni bas qilinglar. Biz zolim kimsalardan bo'lib qolishni zinhor istamaymiz. Ushbu qat'iy inkor javobidan so'ng og'a-inalarning Binyaminni o'zlari bilan olib ketishga bo'lgan umidlari butkul so'ndi. Ular endi yurtlariga qaytib borgach, otalariga nima javob berish, o'z ayblarini qanday yuvish haqida bosh qotira boshladilar. Og'a-inalarning umidlari puchga chiqqach, bir chetga chiqib, maxfiy tarzda o'zaro maslahatlasha boshladilar. Ularning kattalari aytdi: "Otalaringiz sizlarning ustingizdan vasiqa olib qolganini unutdingizmi? Ilgari Yusuf to'g'risida ham shunday suskashlik qilgan edinglar. Bas, to otam menga izn bermagunicha yoki Alloh mening foydamga hukm qilmagunicha mana shu yerdan hargiz jilmayman. U zot hukm qilguvchilarning yaxshirog'idir." Ya'ni og'a-inalar ukalari Binyaminni ozod qilish yoki uning o'rniga boshqa ko'rlarni qoldirishga Yusufni hech ko'ndira olishmagach, maqsadga yetishishdan umidlari uzildi. So'ngra o'zaro yig'ilishib, otalarining oldiga Binyaminsiz qaytgach, qanday yo'l tutish borasida maslahatlashib olmoqchi bo'ldilar. Shu yerda ularning yosh jihatidan kattalari Ro'avbin yoki aql jihatidan yetuklari Yahuzo dedi. Qur'oni Karimda ularning kattasi kim ekani zikr qilinmagan. Otalaringiz sizlarga Alloh nomi bilan qasam ichirib, Binyaminni safarda sog'-omon saqlash va uni yana o'z yurtiga eson-omon qaytarib olib kelish haqida ahd paymon olganini esingizdan chiqdimi? Avval Yusuf haqida ham shunday e'tiborsizlik qilgan edingiz. Uni saqlashga va'da berib, so'ngra quduqqa tashlab yubordinglar. Endi hammasi yodingizga tushdi. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, otamga berilgan ahdni buzmaslik uchun toki otamning o'zi bu yerdan chiqib ketishga izn bermagunicha yoki Alloh chiqib ketishni amr qilmagunicha zinhor Misrni tark etmayman. Zero Alloh taolo hukm qiluvchilarning eng adolatlisidir. U zot faqat haq ila hukm qilur. So'ngra u so'zini davom ettirib dedi: "Sizlar otalaringiz oldiga qaytib aytinglar: Ey ota, darhaqiqat o'g'ling o'g'rilik qildi. Bizlar ko'rgan bilgan narsamizni guvohlik bermoqdamiz. Ya'ni ey og'a-inalarim, sizlar hozir otangiz Yaqubni oldiga borib, muloyimlik bilan shunday denglar: Ey ota, o'g'ling Binyamin podshohning qadahini o'g'irladi. Qadah uning yuklari orasidan topildi.
Biz uning o'g'irlik qilganini aniq bilganimiz uchun aytayapmiz bu gaplarni. Oldin g'aybni bilmagan edik. Ya'ni senga uni sog' omon saqlashimiz haqida va'da berayotganimizda uning kelajakda o'g'irlik sodir etishini bilmagan edik. Agar biz aytayotgan gaplardan shubhada bo'lsang, xohlagan kishingni biz bo'lib qaytgan shaharga jo'nat va ular bu hodisalarni juda yaxshi biladilar. Yoki biz bilan borib qaytgan karvondagi odamlardan so'ra, bu hodisalarning asl haqiqatini ular senga uni batafsil so'zlab beradilar. Zero bizning har bir aytayotgan gapimiz haqiqatdir. Bu bo'limda sizlar Yusuf alayhissalom og'a-inilari o'z ukalari Binyamin bilan Misrga ikkinchi bor safar qilganlarida podshoh bilan bo'lib o'tgan voqealardan xabardor bo'ldingiz. Ayni chog'da Misr yurtining hukmdori Yusuf ukasi Binyaminning o'zi bilan olib qolishi ilinjida og'a-inilar bo'lsa, uni o'z yurtlariga sog' omon olib kelishga qattiq va'da bergan edilar. Xo'sh, og'a-inilar bunday vaziyatda qanday yo'l tutdilar? Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Yusuf va ukasi Binyaminni qidirishga undashi. O'g'irlik sodir etgan Binyamin Misrda Yusuf alayhissalom bilan qolgach, og'a-inilar uni tashlab yurtlariga qaytib ketishga majbur bo'ldilar. Bu narsa Yaqub alayhissalomning shundoq ham ezilib turgan qalbiga yanada battarroq qayg'u alam qo'shdi. Lekin qalbi shikastda bo'lsa-da, kuchli iymoni sabab Allohning rahmatidan noumid bo'lmadi. Keling, yaxshi qissaning davomi bilan Qur'oni Karim oyatlari orqali tanishib chiqaylik. Yaqub alayhissalom dedi: "Yo'q, sizlarning havoyi nafslaringiz biron narsani chiroyli qilib ko'rsatgan. Endi mening ishim chiroyli sabr qilmoqdir. Shoyatki Alloh ularning barchalarini bag'rimga qaytarsa. Albatta u zot bilim va hikmat sohibidir." Keyin ulardan yuz o'girib dedi: "Ey bechora Yusuf-a!" G'am alam yutaverib, u zotning ko'zlari oqardi. Shunda o'g'illari: "Allohning nomiga qasamki, sen to ramaqajon bo'lib qolguningcha yoki bir yo'la halok bo'lguningcha Yusufni eslayveradigan bo'lding", dedilar. Ramaqajon. O'zbek tilida ramaqajon so'zi aslida fors tojik tiliga mansub bo'lib, u nihoyat darajada ozgan, holdan toygan, eti borib suyakka taqalgan kabi ma'nolarni ifodalaydi. U aytdi: "Men g'am va tashvishdan yolg'iz Allohgagina shikoyat qilib yig'lamoqdaman va men Allohning mehribon, rahimli ekani haqidagi sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman. Ey o'g'illarim, boringlar, Yusuf va uning birodarini izlanglar va Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Zero Allohning rahmatidan faqat kofir qavmgina noumid bo'lur." Yusuf surasi 83-87-oyatlar. Og'a-inilar Misr safaridan qaytib kelib, bo'lib o'tgan voqealarni otalaridan xabardor qilishgach, uning tashvishi yanada ortdi va "Yo'q, sizlarning havoyi nafslaringiz biron narsani chiroyli qilib ko'rsatgan. Endi mening ishim chiroyli sabr qilmoqdir", dedi. Ya'ni aslida holat sizlar aytayotganchilik emas, balki buzuq nafsingiz sizlarga yana biron yomon ishni ziynatlab ko'rsatgan. Men endi chiroyli sabr qilishni o'zimga lozim tutaman. So'ngra Yaqub alayhissalom Allohning rahmatidan umid qilgan va vaqti kelib Alloh taolo barcha farzandlarini bag'riga qaytarishiga ishongan holida dedi: "Shoyatki Alloh ularni barchalarini bag'rimga qaytarsa, albatta u zot bilim va hikmat sohibidir." Ya'ni shoyat Alloh taolo farzandlarim Yusuf,
Binyamin va Robinlarni yana bag'rimga qaytarsa, u mening holatimdan xabardor va har bir qilayotgan ishi hikmatli bo'lgan zotdir. Yaqub alayhissalom tomonidan aytilayotgan ushbu so'zlar uning kuchli iymon sohibi ekani, Alloh taologa qattiq bog'langani va u zotning karami, marhamatidan umidvor ekanini dalolat qiladi. Go'yoki u mazkur so'zlarni aytar ekan, boshqalar oddiy sezgi a'zolari bilan his qila olmagan narsalarni Yaqub Alloh qalbiga solib qo'ygan iymon nuri bilan ko'rayotgandek edi. Avval Yusufning hajriga iztirob chekayotgan Mahsun ota endi Binyamindan ham ayrilgach, qalbini o'rtayotgan g'am alam yanada kuchayib, oxiri ko'z nuridan ham ayrildi. Keyin ulardan yuz o'girib dedi: "Ey bechora Yusufa!" G'am alam yutaverib, u zotning ko'zlari oqardi. Ya'ni o'g'illaridan ushbu so'zlarni eshitgach, Yaqub alayhissalom ko'nglidagi eski yara yangilandi. Ota o'g'illaridan yuz o'girdi. O'g'lining hajrida ado bo'lgan ota yig'layverganidan ko'z nuridan ham ayrildi. Otalarini bunday ayanchli ahvolda ko'rgan o'g'illar dedi: "Alloh nomiga qasamki, sen to ramaqajon bo'lib qolguningcha yoki bir yo'li halok bo'lguningcha Yusufni eslayveradigan bo'lding. Ya'ni Allohga qasamki, ey ota, shunday qayg'u alam ustiga yana Yusufni eslayverib holdan toyasan yoki bu dunyoni tark etadigan holda kelib qolasan axir." Bunga javoban otalari dedi: "Men g'am va tashvishdan yolg'iz Allohgagina shikoyat qilib yig'lamoqdaman va men Allohning mehrli ekani haqidagi sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman. Ya'ni Yusufning firoqida qilayotgan bu tashvishlarimdan faqatgina Allohga shikoyat qilaman, boshqasiga emas. Zero u zot mening holatimdan xabardor va meni bunday tashvishlardan chiqarishga qodir. Bas sizlar meni o'z holimga qo'yinglar, chunki men Alloh taolo musibatga sabr qiluvchi kishilarga qanday savob, yaxshilik berishini sizlardan ko'ra yaxshiroq bilaman. U zot farzandlarimning yonimga qaytarishdan umidim uzilmagan. Men Alloh haqida yaxshi gumondaman." Shu so'zlarni farzandlariga tushuntirgan Yaqub alayhissalom endi ularni Yusuf va ukasi Binyaminni topib kelishga amr qildi va Allohning rahmatidan umidsizlanmaslikka chaqirib dedi: "Ey o'g'illarim, boringlar, Yusuf va uning birodarini izlanglar va Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Zero Allohning rahmatidan faqat kofir qavmgina noumid bo'lar." Ya'ni ey o'g'illarim, Misrga yoki Yusuf va ukasi bor bo'lishi mumkin bo'lgan joyga borib, ularni qidiringlar. Ammo shuni unutmanglarki, zinhor Allohning rahmatidan, yordami, marhamati, kengligidan shubha bo'lmanglar. Chunki Allohning rahmatidan faqat u zotning ulug'ligi va rahmatini kengligini bilmaydigan, bilsalar ham inkor qiladigan kofir qavmgina noumid bo'lar. Lekin mo'minlar bunday qilmaydilar. Ular hatto boshlariga behisob musibat yog'ilsa ham Allohning lutf va karamidan umid qilib sabr bilan olg'a boradilar. Yusuf va og'a-inilari o'rtasidagi 3-uchrashuv. O'g'illari otalarining amriga quloq tutib Misrga 3-bor safarga jo'nab ketdilar va u yerga yetib borib Misr hukmdori Yusuf alayhissalom bilan uchrashdilar. Qissa quyidagicha boshlanadi. Endi qachonki Misrga yetib kelib Yusuf alayhissalomning huzuriga kirishgach, dedilar:
ey ulug' zot, bizni va ahli oilamizni ocharchilik ushladi. Bizlar o'tmas matolarni olib keldik. Bizlarga yetarli o'lchovda oziq-ovqat bergin va bizlarga xayr sadaqa qilgin. Alloh shak shubhasiz sadaqa beruvchi zotlarga mukofotlar ato etur. Yusuf alayhissalom dedi: Yosh, nodon paytingizda Yusuf va uning birodariga nima ishlar qilganingizni eslaysizlarmi? Ular: "Sen Yusufmisan?" deb so'radilar. "Ha, men Yusufman. Bu esa birodarimdir. Alloh bizlarga marhamat ko'rguzdi. Dar haqiqat, kimda kim Allohdan qo'rqib, sabr, qanoat qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amallar qilguvchi kishilarni ajr mukofotini zoya qilmas", dedi u. Ular dedilar: "Allohga qasamki, Alloh seni bizlardan afzal qilmishdir. Bizlar esa shak shubhasiz adashguvchilardan bo'ldik." U dedi: "Bu kun sizlar ayblanmaysiz. Alloh sizlarni mag'firat qilgay. U zot rahm qilguvchilarni rahimlirog'idir. Sizlar mana bu ko'ylagimni olib borib otamning yuziga tashlasangiz, uning ko'zlari ochilur. So'ng barcha ahli oilalaringiz bilan birga mening oldimga keling." Karvon Misrdan chiqishi bilanoq otalari Yaqub alayhissalom: "Men Yusufning bo'yini tuymoqdaman. Agar meni aqldan ozgan demasangizlar", dedi. Ular aytdilar: "Allohga qasamki, sen o'sha eski xatoyingda turibsan. Endi qachonki xushxabarchi kelib uning ko'ziga tashlagach, uning ko'zlari ochildi. Sizlarga men Allohning mehribon, rahimli ekani haqida sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman demaganmidim?" dedi. Ular dedilar: "Ey ota, Allohdan bizlarning gunohlarimizni kechirishini so'ragin. Albatta bizlar xato qilguvchilardan bo'ldik." U aytdi: "Albatta Parvardigorim sizlarni mag'firat qilmog'ini so'rayman. Zotan yolg'iz u zotgina mag'firat qilguvchi, mehribondir." Yusuf surasi 88-98-oyatlar. Og'a-inilar otalarining gapiga kirib, o'zlarida bo'lgan bor narsani olib, oziq-ovqatga alishtirib maqsadida Misr tomon ravona bo'ldilar. Misrga yetib kelib, Yusuf alayhissalom huzuriga kelishgach: "Ey ulug' zot, bizni va ahli oilamizni ocharchilik ushladi. Bizlar o'tmas matolarni olib keldik", dedilar. Ya'ni bizlar qashshoqlik va qahatchilikka duchor bo'ldik. Shu sabab bu safar yurtimizdan eng sifatsiz o'tmas mollarni olib keldik. Uni ko'rgan har qanday savdogar e'tiborsizlik bilan yuz o'girishi tayin. Shunday bo'lsa-da, bizlarga yetarli o'lchovda oziq-ovqat bergin va bizlarni xayr sadaqa qilgin. Ya'ni biz holimizni senga arz qildik. Shunday ekan, sen bizlarga o'zimiz uchun yetarli bo'lgan narsalarni berib, infoq ehson qilgin. Zero Alloh taolo sadaqa qiluvchi bandalarini boshqalarga nisbatan ko'proq ajr mukofotlar bilan siylaydi. Ularning bu talablariga Yusuf alayhissalom shunday dedi: "Yosh, nodon paytingizda Yusuf va uning birodariga nima ishlar qilganingizni eslaysizlarmi?" Ya'ni Yusuf alayhissalom ularga tanbeh berish, bir paytlar sodir etgan xatolarni yodlariga solib qo'yish maqsadida Yusuf va uning birodariga zulm, aziyat yetkazib, ko'p adovatda bo'lganlaringiz yodingizdami? Shunday ishlar qilganingizni bilasizlarmi? O'sha paytda sizlar bu qilmishlaringiz oqibati haqida hech ham o'ylab ko'rmagan edingiz, dedi. Yusuf alayhissalom aytayotgan bu so'zlar uning yuksak odob egasi bo'lgandan darak beradi. Zero u og'a-inalarining mazkur qilmishlarini ularning yoshlik chog'larida o'ylamay, nodonlik bilan amalga oshirilganini aytib, o'zlarini o'nglashga, xulqlarini isloh qilishga chiroyli yo'l orqali chaqirmoqdilar.
Shunda og'aynilar sergak tortib, hayajon bilan "Sen Yusufmisan?" deb so'radilar. Ya'ni shuncha paytdan beri bizlarga yaxshilik qilib kelayotgan kishilar birodarlarimiz Yusufmiding? Biz sendan yoshligimizda ayrilgan edik deb yursak, sen Misrdek azim bir mamlakat podshohi bo'libsan-a? Bunga javoban Yusuf alayhissalom dedi: "Ha, men Yusufman. Bu esa birodarimdir. Alloh bizlarga marhamat ko'rguzdi." Ya'ni, sizlar aytayotgan va boshiga ne kunlarni solmaganingiz o'sha Yusuf menman. Bu esa mening tug'ishgan ukam Binyamin. Alloh ilhom qilib uni o'zim bilan olib qolishga muvaffaq bo'ldim. Sizlar bilan yurtingizga jo'nab ketishiga yo'l qo'ymadim. Alloh taolo bizlarga fazl va marhamatni ko'rsatib, uzoq ayriliqdan so'ng yana bir yerga jamladi. Qiyinchilikdan yengillik, tanglikdan kenglik sari olib chiqdi. Shu yerda Yusuf alayhissalom o'zi erishgan yutuq, muvaffaqiyatlari sababini aytib o'tadi. Dar haqiqat, kimda kim Allohdan qo'rqib, sabr, qanoat qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amallar qilguvchi kishilarda ajr mukofotini zoya qilmas. Ya'ni Alloh taologa taqvo qilib, o'zini u zot rozi bo'lmaydigan ishlardan saqlab, qazoyi qadarida yozilgan barcha narsalarni sabr qilgan bandalariga o'z rahmati ila rahm qiladi. Lutfu karamini daraxt tutmaydi. U zot ixlos bilan chiroyli amal qilguvchilarni amallarini zoya qilmas. Bu Allohning o'zgarmas taqdiridir. Ushbu gaplarni eshitgach, Yusuf alayhissalom og'aynilarining ko'zlari o'ngiga o'tmishda qilgan manfur ishlar yaqqol gavdalandi va bundan o'zlarini noqulay his qilib, Yusuf alayhissalom oldida xijolat tortib boshladilar. Chunki ular Yusufga shuncha ozor sitam yetkazsalar-da, u bunga yaxshilik bilan javob qaytargan edi. Og'aynilar endi o'zlarini past olib, muloyimlik bilan: "Allohga qasamki, Alloh seni bizlardan afzal qilmishdir, bizlar esa shak shubhasiz adashguvchilardan bo'ldik" dedilar. Ya'ni Alloh nomi bilan qasam ichib aytamizki, u zot seni o'zining xos bandalaridan qilib tanlab oldi. Sening bizlardan ustunliging taqvo, sabr va yana ko'pgina maqtalgan xislatlaringdir. Ammo biz senga zulm qilib xato qildik. Seni Alloh aziz va mukarram qilib, bizlarni esa xor qildi. Seni boy badavlat, bizlarni faqir etdi. Endi biz sendan kechirim so'rab, gunohimizdan o'tishingni iltimos qilamiz. Yusuf alayhissalom ularga bari kenglik bilan shunday deydi: "Bu kun sizlar ayblanmaysizlar. Alloh sizlarni mag'firat qilgay, u zot rahm qilguvchilarning rahimlirog'idir." Ya'ni, ey og'aynalarim, siz bugun malomat qilinmaysizlar. Sizlarni men va ukamga qilgan ozorlaringizni kechirib yubordim. Endi men Allohning sizlardan o'tgan gunoh ishlarini mag'firat etishini umid qilaman. Zero u bandalariga eng rahimli zotdir. Yusuf alayhissalom so'zida davom eta turib dedi: "Sizlar mana bu ko'ylagimni olib borib otamning yuziga tashlangiz. Uning ko'zlari ochilur, so'ng barcha ahli oilalaringiz bilan birga mening oldimga kelinglar." Ya'ni, ey og'a-inilarim, mening firog'im sabab ko'zlari ojiz bo'lib qolgan otamning ko'ziga ushbu ko'ylagimni olib borib tashlanglar. Shunda uning ko'zi yana ko'ra boshlaydi. Mening oldimga oila a'zolaringizning barchalarini olib kelinglar. Yusuf alayhissalomning bu so'zi Alloh taoloning vahiysi bilan aytilgan edi. U zot Yusufga ko'ylagi otasining yuziga yopilsa, ko'zi ochilishini bildirgan. Bu narsa ushbu ikki payg'ambarga tegishli mo'jizalardan biridir. Og'a-inilar Yusufning talabini bajarish uchun ko'ylagini olib vatanlariga qaytib ketdilar.
Qur'oni Karim qissasining davomi quyidagicha keltiriladi. Karvon Misrdan chiqishi bilanoq otalari Yaqub alayhissalom men Yusufning bo'yini tuymoqdaman, agar meni aqldan ozgan demasangizlar dedi. Ya'ni karvon Yusuf og'aynalarini olib Misrdan o'z yurtlari tomon jo'nagach, Yaqub alayhissalom o'zi bilan birga o'tirgan kishilarga dedi: Menga quloq solinglar, men Yusufning hidini sezyapman. Bu yaqin orada u bilan uchrashishimizdan darak beradi. Agar sizlar meni aqldan ozgan demasangiz, aytayotgan so'zlarimni tasdiqlagan bo'lar edingiz. Alloh taolo Yaqub alayhissalomga bir kunlik masofada o'g'li Yusufning hidini sezdirgan edi. Bu ochiq-oydin payg'ambarlik mo'jizasidir. Imom Molik rahmatullohi alayh aytadi: Alloh taolo Yaqubga Yusufning hidini yetkazdi. Shuningdek, Sulaymonga Bilqisning taxtini u ko'rmasdan avval ko'rsatgan edi. Lekin Yaqub alayhissalom oldiga o'tirganlar biron narsa sezmadilar. Shu sabab Allohga qasamki, sen o'sha eski xatoyingda turibsan dedilar. Ya'ni Alloh nomiga qasamki, sen hali ham avvalgi xatoyingdasan. U narsa seni hech tark etmayapti. Sababi Yusufni qattiq yaxshi ko'rishning, uni bir kun kelib albatta topaman deb umid qilishing va u haqida ko'p o'ylashingdir. Yo'q, ularning gapi yolg'on bo'lib chiqdi. Yaqub alayhissalom to'g'ri aytgan ekan. Endi qachonki xushxabarchi kelib, uning ko'ziga tashlagach, uning ko'zlari ochildi. Sizlarga men Allohning mehribon, rahimli ekanligi haqida sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman demaganmidim dedi. Ya'ni Yaqubning o'g'illari ostonaga yaqinlashgach, Yusufning ko'ylagini ko'targan bir xushxabarchi Yaqubning oldiga kelib, uning yuzini yopgan ham ediki, xuddi avval hech narsa bo'lmagandek Yaqubning ko'zlari yana ko'ra boshladi. Bu Alloh taoloning Yaqub alayhissalomga bergan boshqa bir mo'jizasi edi. Yusufning ko'ylagini yuziga yopishi bilan yana ko'zlari ochilib, yorug' olamni ko'ra boshlashi mo'jiza bo'lmay yana nima bo'lsin? So'ngra Yaqub alayhissalom men Yusufning bo'yini tuymoqdaman degani inkor qilib, uning kasali va keksalikda ayblagan kishilarga qaratdi dedi. Men sizlarga Alloh taolo rahmat, fazl va yaxshilik sohibi ekanini bilaman deb aytmaganmidim? Bunday kutilmagan va noqulay ahvolga tushib qolgan Yaqub alayhissalom o'g'illari unga qaradi. Ey ota, Allohdan bizlarning gunohlarimizni kechirishini so'ragin deb iltimos qildilar. Ya'ni, ey ota, Allohga iltijo va tazarru qilib, bizlar seni o'g'illaring Yusuf va Binyamin haqqiga xiyonat qilib, sizlarga ko'p ozor berganimiz uchun bu gunohlarimizni afv etishini so'ragin, zero bizlar aniq xato qilguvchi kimsalardan bo'ldik. Mehribon otaning ularga qilgan javobi ham samimiy bo'ldi. U dedi: Men Allohga sizlarning gunohlaringizni kechirishini so'rab istig'for aytaman, chunki u xohlagan bandasini kechirib, xohlagan bandasiga o'z rahmatini yog'diruvchi zotdir. Yusuf alayhissalomning barcha oila a'zolari bilan uchrashuvi. Qissaning shu yerigacha Yusuf va og'aynilari orasida bo'lib o'tgan qizg'in suhbatlar, Yaqub va o'g'illari o'rtasida munozaralar va shu kabi qiziqarli voqea hodisalar hikoya qilindi. Lekin voqealar shu bilan tugagani yo'q. Albatta, endi Yusuf alayhissalom yoshligida ko'rgan tushini, Yaqubni bu tushga aytgan ta'birini rost ekani, Yaqubning o'g'illari oilasi bilan o'g'li Yusufni ko'rgani, Misrga safar qilgani va bu yerda ularni yig'ilgani aytiladi. Qur'onga quloq tutaylik
u o'zining balog'atli uslubi bilan qissa so'ngini quyidagicha keltiradi. Endi qachonki manziliga yetib kelishib, Yusufning huzuriga kirganlarida, u o'zini ota-onasining quchog'iga otdi va inshaalloh Misrga tinch omon kiringlar dedi. U ota-onasining o'zining taxtiga chiqardi, ular sajda ta'zim qilgan hollarida yiqildilar. U dedi: "Ey otajon, mana shu ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Parvardigorim uni rost qildi. Dar haqiqat u zot menga in'om qildi. Meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan og'a-inalarim orasini buzib, ig'vo qilganidek, keyin mana sizlarni cho'l va sahrodan keltirdi. Albatta, Parvardigorim o'zi xohlagan narsani sezdirmay amalga oshirguvchi zotdir. Albatta, uning o'zigagina bilim va hikmat sohibidir. Parvardigorim, menga podshohlikni ato etding, yana tushlarning ta'biridan ta'lim berding. Ey osmonlar va yerni yaratgan zot, dunyo va oxiratda o'zing hojamdirsan. Musulmon holimda jonimni olgin va meni solih bandalar qatoriga qo'shgin. Yusuf surasi 99-101-oyatlar. Endi qachonki manzilga yetib kelishib, Yusufning huzuriga kirganlarida, u o'zini ota-onasining quchog'iga otdi. Ya'ni og'a-inilar Yusufni: "Sizlar mana bu ko'ylagimni olib borib otamning yuziga tashlasangiz, uning ko'zlari ochilur, so'ng barcha ahli oilalaringiz bilan birga mening oldimga kelinglar" degan da'vatiga ijobat qilib, barchalari Misr yurtiga tashrif buyurdilar va Yusufning huzuriga kirishgach, u otasini quchoq ochib kutib oldi. O'zini ularning qaynoq bag'riga otdi hamda barchalarga qarata: "Inshaalloh Misrga tinch omon kiringlar" dedi. Ya'ni Misr yurtiga hech bir tashvishsiz, ochlik va xavf-xatardan xoli bo'lgan tarzingizda kiringlar. Mufassir olimlar yozishicha, Yaqub hamda oilasining Misrga kelishayotganidan xabar topgan Yusuf o'z ayonlari va saroy amaldorlari bilan ularning istiqboliga chiqadi. Bu yerda Misrga kirishdan murod u yerda maskan va qo'nim topish, uning turli joylarida istiqomat qilishdir. Aytilishicha, o'sha paytda Misrga safar qilgan Yaqub alayhissalom oila a'zolarining umumiy soni taxminan 80-90 nafar bo'lgan. So'ngra Yusuf ota-onasiga hurmat bajo qilib, ularni o'z taxtiga o'tkazdi va ular sajda qilgan hollarida yiqildilar. Ya'ni Yaqub va uning oilasi Yusufga sajda qilib ta'zim qildilar. Bu ularning dinida joiz narsa bo'lib, ushbu sajda qilish faqatgina hurmat, ehtirom va salom ma'nosini ifodalagan. Bu shar'iy ma'nodagi sajda emas, chunki Allohdan o'zgaga sajda qilish joiz bo'lmaydi. Ular ta'zim bajo keltirishgach, Yusuf Alloh bergan ne'matlarni eslay turib dedi: "Ey ota, hozir sizlarning menga hurmat yuzasidan sajda qilishlaringiz yoshlik chog'imda ko'rgan tushimni rost chiqishidir. Rabbim bu tushni o'ngidan keltirdi. Uzoq yillar o'tib u zot menga uning ta'birini o'z ko'zim bilan ko'rishga muvaffaq etdi." Aytilishicha, Yusuf alayhissalomning tush ko'rishi va uning rost ekanini ma'lum bo'lishi orasida 40 yil muddat o'tgan. Muhtaram o'quvchi, yodingizda bo'lsa, sura avvalida Yusuf alayhissalomning tush ko'rishi haqida aytib o'tilgan edi. O'shanda u otasiga: "Ey otajon, men tushimda 11 yulduzni va yana quyosh va oyni ko'ribman. Hammalari menga sajda qilayotgan emishlar" degan edi. So'ngra Yusuf o'z so'zida davom etdi: "Dar haqiqat u zot menga in'om qildi, meni zindondan chiqardi. Ya'ni men bir necha yil zindonda turganimdan so'ng u zot meni u yerdan chiqarib ko'p yaxshiliklar qildi. Shuningdek, sizlar cho'l va biyobonda Falastinning Kan'on degan joyida turgan hollaringizda
barchalaringizni Misrda jamladi. Shayton men va og'aynalarim orasida adovat urug'larini sochib, fasod qilgach, ular meni quduqqa tashlab yuborgan edilar. Shukrki, hozir Alloh bizlarning oramizni isloh qildi. Albatta Parvardigorim o'zi xohlagan narsani sezdirmay amalga oshirguvchi zotdir. Albatta uning o'zigina bilim va hikmat sohibidir. Bu Yusuf alayhissalom tomonidan Alloh taologa aytilayotgan hamd va sanolardir. Ya'ni Rabbim Alloh bandalarini ishlarini o'zi xohlaganicha tadbir qiluvchi, ular bilmagan hollarda bandalari foydasiga ish ko'ruvchi zotdir. U mahluqotlarining ahvolidan xabardor, barcha qilayotgan tadbirlarni hikmat bilan amalga oshiruvchi zotdir. Shundan keyin Yusuf alayhissalom Alloh taologa hamd va sano aytishni ushbu umumiy duo bilan yakunlaydi. Parvardigorim, menga podshohlik ato etding, yana tushlarning ta'biridan ta'lim berding. Ya'ni ey Rabbim, sen menga fazl va karaming ila podshohlik va hokimiyatni berding. Tavfiqing bilan tushlarni to'g'ri ta'bir qilish ilmini ham ato etding. Ey osmonlar va yerni yaratgan zot, dunyo va oxiratda o'zing hojamdirsan. Musulmon holimda jonimni olgin va meni ham solih bandalaring qatoriga qo'shgin. Ya'ni osmonlar va yerni betakror mukammal qilib yaratgan zot, sen dunyoda ham oxiratda ham mening yordamchimsan. Vaqti soatim yetib ajal eshik qoqqanida meni asl fitratim bo'lmish islomda vafot ettirgin. Hayotligimda ham musulmon holimda yashashga muvaffaq qilgin. Meni qabrimda va qiyomat kuni bandalaring orasida solih, itoatgo'y va taqvodor kishilarning qatoriga qo'shgin. O'zida turli yaxshilik va xayr barakani jamlagan ushbu duo Qur'oni Karimda kelgan. Yusuf alayhissalom qissasi o'z nihoyasiga yetdi. Yusuf alayhissalom qalbida otilib chiqayotgan ushbu xolis duolar obro', e'tibor, shuhrat, mansab, hukmronlik uni Rabbiga itoat etishdan, oxirat kunining qoyim bo'lishi va u kunda hisob qilinib, yaxshi bandalarga savob, yomon bandalarga esa jazo berilishi mudom eslab turish to'smagini hamda dunyoviy o'tkinchi matohlar deb Allohning yo'lida yurishdan mashg'ul bo'lib qo'ymaganidan darak beradi. Yuqorida keltirilganlar Qur'oni Karimdagi Yusuf alayhissalom qissasi edi. U pand, nasihat, hikmat, odob, axloqqa to'la bo'lgan qissalardan biridir. Unda inson nafsini turli sharoitlardagi holati, sevgi va g'azabi, qiyinchilik va yengillikka duch kelishi, yaxshiligi va yomonligi, sirli va oshkora jihatlari, qayg'u, alam, iztiroblari va sevinch kabilar mufassal bayon qilib o'tildi. Ushbu qissadan e'tibor qaratish lozim bo'lgan quyidagi xulosalar chiqadi. Birinchisi, hasad razil illat bo'lib, agar u nafsga hokimlik qilsa, kishini rushd, hidoyat va to'g'ri yo'ldan ozdiradi va hasadchi bunday holatda bo'layotgan voqea hodisalarga sog'lom aql nuqtai nazari bilan baho bera olmay qoladi. Natijada o'zgalarning yutuqlarini ko'ra olmay, uning zavol topishini xohlaydi. Ana o'sha hasad tufayli yer yuzida ilk qotillik sodir bo'lgandi. Qobil ukasi Hobilni o'ldirib qo'ygan. Chunki Alloh Hobil ixlosli bo'lgani uchun sadaqasini qabul qilib, Qobilni yomon niyati va zolimligi sabab qilgan sadaqasini qabul etmagandi. Shuningdek, qalblarida mavj urgan hasad tug'yoni sabab og'a-inilar Yusufni boshiga ne kunlarni solmadilar. Shafqatsizlarcha uni quduqqa tashlab yubordilar. Albatta hasad va uning natijasi yomondir. Shu sabab Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hasad qiluvchilarning yomonligidan panoh so'rashga amr qilgan. Ey Muhammad, ayting, men tong Parvardigoridan
menga o'zi yaratgan narsalarning yomonligidan, zulmga cho'mgan kechaning yomonligidan, tugunlarga dam soluvchi jodugarlarning yomonligidan va hasad qilayotgan hasadgo'yning yomonligidan panoh berishini so'rab iltijo qilurman. Falak surasi 1-5 oyatlar. 1-5 oyatlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham bu razil illatdan ummatlarini qattiq nahiy qilganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Hasaddan butkul saqlaninglar, zero xuddi olov o'tinni yeb bitirgani kabi hasad ham hasanot, yaxshilik savoblarini ado qiladi. Abu Dovud va Ibn Moja rivoyatida. Zubayr ibn Avvom Rasululloh anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan dedilar: sizlarga avvalgi ummatlardan hasad va buzg'u adovat illati o'tgan. Buzg'u adovat qiruvchidir. Men u sochlarni qiradi deb aytmayman, balki dinni qiradi. Ya'ni o'zaro adovat kishini iymonidan ayradi. Imom Bazzar va Bayhaqiy rivoyati. Ikkinchidan Yusuf og'aynilarining barchasi uning haqqini poymol qilib xato gunoh ish qilgan bo'lsalar-da, ammo ularning bu holatda bir-birlaridan farqlari katta edi. Ulardan biri Yusufni yo o'ldiringlar yo biron yerga olib borib tashlanglar, shundagina otalaringiz faqat sizlarga boqar. Keyin esa tavba tazarrul qilib yaxshi qavm bo'lib olursizlar degan bo'lsa, yana boshqasi Yusufni o'ldirmanglar, balki agar undan qutulish uchun biron ish qilmoqchi bo'lsangizlar, uni quduq qa'riga tashlab yuboringlar, yo'lovchi karvonlar olib ketsin deb maslahat soladi. Ular ushbu oxirgi fikrni ma'qul topib, qat'iy bir qarorga keldilar. Og'a-inilar orasidan mazkur fikrni bildirgani bir oz bo'lsa-da aql idrok sohibi bo'lgan. Chunki u Yusufni o'ldirib yuborish yoki kimsasiz odam oyog'i yetmaydigan joyga olib borib tashlashdan ko'ra quduqqa tashlashni afzal ko'rdi va ushbu chorani qo'llash bilan boshqa og'a-inilarning qalblarini taskin topishini bilar edi. Xullas, Alloh taoloning tadbiri bilan Yusuf alayhissalom og'a-inilarini bunday kuchli adovatidan omon qoldi. 3. Yuksak iste'dod, sog'lom fikr egasi bo'lgan kishi agar ishlarni to'g'ri tadbir qila olsa, xolis xizmat qilish sharti bilan biron mansabni talab qilsa zarari yo'q. Misr podshohi Yusufdagi rostgo'ylik, ilm, yetuk aql va nodir iste'dodni ko'rib, unga: "Sen bu kun bizning dargohimizda martabali, ishonchli kishidirsan", dedi. Bunga javoban Yusuf alayhissalom ham quyidagi talabni o'rtaga qo'ydi: "Meni shu yerning xazinalari ustiga qo'ygin, chunki men ularni to'la to'kis saqlaguvchi va to'g'ri tasavvur qilishni bilguvchi kishiman." Yusuf alayhissalom bu yuqori mansabni nafsini hoyu havasiga uchib emas, balki xalq manfaatlarini o'ylab, ularning boshiga tushadigan og'ir qurg'oqchilik yillarida qo'lidan kelganicha ularga biron naf yetkazish uchungina talab qilgan edi. Farzandlarning yoshlik va yoki nodonlik bilan qilib qo'ygan ba'zi xato kamchiliklarni aqlli otalarni ularga muhabbat qo'yish, asrab avaylashdan to'sib qo'ymaydi. Yaqub alayhissalomga e'tibor bering. Yusufning og'a-inilari uni quduqqa tashlab, so'ng yig'lagan hollarida kelib, uni bo'ri yeb ketdi desalar ham, Yusufning ukasi Binyaminni o'zlari bilan safarga olib ketish uchun qattiq turib o'jarlik qilsalar ham, Yaqub alayhissalom odamlar hasad qilishidan qo'rqib, otalik mehri bilan ularga Misrga yetib borgach qanday yo'l tutish borasida nasihat qildi. 5. Alloh basirat ko'zini charog'on etgan pok nafs sohibi,
kuchli iymon, mustahkam iroda va yuksak odob egasi bo'lgan kishi garchi u og'ir musibat domida qolgan bo'lsa ham Allohning rahmatidan noumid bo'lmaydi. Ya'ni Yaqub alayhissalomga e'tibor bering. O'g'illari Misrdan Binyaminsiz qaytib keldi. Ey ota, darhaqiqat o'g'ling o'g'irlik qildi. Bizlar faqat ko'rgan, bilgan narsamizga guvohlik bermoqdamiz. Oldin g'aybni bilmas edik deganlarida uning qayg'usiga qayg'u, dardiga dard qo'shildi. Ammo zinhor o'g'illarini yana ko'rishdan umidini uzmadi. O'g'illarini Allohning rahmatidan umid qilishga chorlar ekan dedi. Ey o'g'illarim, boringlar, Yusuf va uning birodarini izlanglar. Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Zero Allohning rahmatidan faqat kofir qavmga noumid bo'lar. Alloh taolo bandasi Yaqub alayhissalomning fazl va marhamati bilan niyatiga erishtirdi. Ularning barchalarini yana bag'riga qaytardi. 6. Qur'oni Karimda hikoya qilinayotgan Yusuf alayhissalom hayotining turli pog'ona va bosqichlari haqida o'ylab ko'rgan kishi ushbu ilohiy kitob Alloh taolo tomonidan nozil qilinganiga yana bir bor amin bo'ladi. Iymon va e'tiqodini mustahkamlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yusuf va boshqa payg'ambarlar bilan zamondosh bo'lmaganlar. Shunga qaramay Qur'oni Karimda payg'ambarlar qissasi mohirona uslubda hikoya qilingan. Zero Alloh taolo aytadi: "Axir ular Qur'on haqida fikr yuritmaydilarmi? Agar u Allohdan boshqa birov tomonidan bo'lsa edi, unda ko'p qarama-qarshiliklar topgan bo'lar edilar-ku." Niso surasi 82-oyat. Yusuf alayhissalom qissasi Alloh taolo tomonidan quyidagi so'zlar bilan nihoyalanadi: "Ey Muhammad, bu biz sizga vahiy qilayotgan g'ayb xabarlardandir. Chunki siz Yusufning og'a-inlari makr hiyla bilan o'zlarining rejalarini tuzib, ittifoq qilishayotgan paytlarida ularning yonlarida hozir emasdingiz." Yuqorida sanab o'tilganlar mazkur qissadan olinadigan pand-nasihat, foydalar edi. Alloh taolo Qur'onni bizlar uchun ko'nglimiz bahori va qalbimiz shifosi qilishini so'raymiz. Janobimiz Muhammadga, u kishining ahli oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Eshitganlar uchun rahmat. Yaqinlaringizga ulashing.